Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervix o'zi bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz 13-qishloqdan bu qishloqqa ko'chib keldim, chunki 13-qishloq bo'lmadi. Shuning uchun shu qishloqqa hamma dokumentlarimni u yoqqa berib, bu qishloqqa yana kelayotgandim. Mana bu narsa meni kutib oldi. Ya'ni juda ham issiqligi uchun kuyib ketyapman. Juda ham issiqligi uchun mana bunaqa narsalar o'rnatilibdi. Mer tomonidan menga kattakon rahmat. Mana qishlog'imizni o'rashibdi. Birinchi navbatda videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biz 50 taga ozgina qoldik. 2 ta obunachi kelsa 50 ta bo'lamiz. Uyimni eshigini temirli qildim, jitlar kirib olmasligi uchun. Jonajon uyim. Kondisioner mana bunaqa ventilyator o'rnatdim. Bunga alohida bunaqa secha yoqadigan mana setga alohida bunaqa o'rnatdim. Hop, kompyuterimda hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi ekan. Pishamiz. Ana endi hozir biz narsalarimizni, ya'ni ketmonni olib fermamga qarab qo'yaman. Buni qaydan bildingiz desangizlar, videoni yoqishni boshlaganimda uzoqdan ko'rib qoldim. Qishlog'imiz mana shunday bo'lganini va sizlarga o'zi aytdim. Mana ularni ham olamiz. Sabzilarni va mana bu yerda ekib chiqamiz polizga. Hop, kartoshkalar bu safar 40 ta chiqibdi. Bu juda ham yaxshi. Merga ham ozginasini beramiz mayli. Merjanoblar, siz o'zingizga nima qildi? Alaykum assalom. Assalomu alaykum merjanoblar, o'tiribsiz? Yaxshiman, yaxshimsan? O'zim ham yaxshiman. Narsangizga nima bo'ldi? Endi shunaqa qildim-da. Bemillab oldim. Soliqlarni olib keldim. Narsaga tegishli-ku. Yarmini berib, yarmini olib qolaman-da. Bo'pti, shkaflarga solib qo'yarsan. Mana ulargami? Albatta. Hop, do'stlar, mana shu yerga yarmini solib qo'yar ekanmiz. Ana bu yerga solib qo'ydim. Ketaver. Hop, do'stlar, bu yerdan chiqamiz. Qo'shni shu yerdamisiz desam, qo'shnim yo'q ekan. Mayli, qo'shnim biror joyga ketgan bo'lsalar kerak. Mana bu yerga narsalarimni yig'ishtirib solib qo'yaman. Hop, mana va mana ketmonimni bu yerga ham qo'yaman. Pistoletni olamiz va o'qini ham olamiz. Mana bu yerga o'tiramiz va ana bu yerda jitil yurganini ko'ramiz. Bu hali ham ishlamayapti. Ustiga ko'z tishim kerak, yana shu nima edi nomi, xullas ana shu hozir mer oldiga boramiz do'stlar. Ungacha sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Mer, mana buni qarang. Qo'lingni ko'tar. Siz qo'lingizni ko'taring. Meni qo'lim yo'q-ku. To'g'ri. Pistoletni qayerdan oldik? Qabataman yo'qasam. Pistolet o'zimniki. Menga pistoletingni unday qilma. Hop, mer, mana shuni ishlatayapmi? Qishloqda ishlatish mumkin emas, qishloqdan tashqarida ishlataversaga ruxsat, chunki sen lyuks uy olgansan. Hop, yes do'stlar. Lyuks deymeni, lyuks uy olganim juda ham yaxshi bo'ldi. Hamma narsaga ruxsat bor. Mayli, pistoletimizni qo'yib qo'yamiz. Voy, qornim ochib ketibdi do'stlar. Hozir ovqat pishirib olaman va yeb olaman. Mana bu Xolodilnikka nima bo'ldi? Hop. 2 ta kartoshkani olamiz. Ana yerda pishirib olamiz. Ana 2 ta kartoshka pishyapti. Mana. Hozir bu kartoshkalarni olamiz. Ungacha siz videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar.
Bitta kartoshka pishdi. Hozir ikkinchisini pishirib turamiz. Ungacha mana bunisi juda ham issiq ekan. Voy. Voy, hozir. Voy. Ana. Ozgina sovib oldi. Nargisini bo'lsa qilab yeraman. Pishibdi bunisi ham. Buni voy, juda ham issiq ekan. Mayli. Yeb olamiz. Maza qilib yeymiz. Mayli, ozgina qolib ketdi. Aladanlikka solib qo'yamiz buni ham. Va kravatimni tekshiramiz. Chim yotmabdi, hazillashdim. Mayli, narsaga kiramiz va kompyuterga turma qo'yamiz. Hop, deb ishlayapti. Mana bular svetni ham yoqib tekshirib ko'ramiz. Ha, ishlayapti. Buni o'chirib qo'ysam qaynab o'lib ketaman do'stlar. Hop, qishloqni bir endi ko'rib chiqsam bo'ldi. Hop, mana bu yerda fermalarning usti ham o'ralibdi. Hop, juda ham yaxshi. Merga kattakon rahmat. Aha, bu yerlar ham juda ham zo'r. Ba'zi odamlar eshigini olib tashlabdi issiqligidan. Mana bu yerda ikkita ferma ham o'ralibdi. Hop, wow. Mana bu yerga hech kim qaramadim, to'liq o'sibdi. Wow, rostdan ham to'liq o'sibdi. Hop. Mayli. Hop, fermalarga ozgina mer qaz bo'lgan ekan. Buni qaydan bildingiz desangiz, buni mer menga telefon qilib aytdi. Qaz bo'lib qoldim, pul berib tur dedi. Nimaga desam, qishloqqa kelgandan keyin aytaman deydi. Pullarimni olib, endi merni olib kirishim kerak. Qochmay kirib olay ana. Mer qaz bo'ladim deyodingiz, esingizmi? Ha, esimda. Nimadan qaz bo'lganimni aytaymi? Ha, aytingchi. Sababi mana shu fermalarni o'rab chiqqani 30 ta izumrud qaz bo'ldi. Ha, fermalarmi? Ha, Hop, hozir 30 ta zumrad bor menda. Qayerga qo'yay? shkafga o'zim olaman. Qashqini to'lab kelaman. Tepagami, pastgami? Pastga. Hop. Mana bu yerga qo'yamiz va chiqamiz va uyimizga boramiz. Hop, do'stlar. Mana bu yerga pullarimizni qo'yamiz va sizlar bilan men Zerix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Xayr.